Biz mana Toshkent City'damiz. Toshkentga biznes forumga keldik. Toshkentda ham klinika ochmoqchimiz. Moskvada bilasizlar, ikkita klinikamiz bor. O'zim shaxsiy brendim bor, Spasmed klinik. O'zim основатель, general direktor. Inshaalloh o'shani filialini Toshkentda, Samarqandda ochmoqchimiz va Dushanbe shahrida ham ochmoqchimiz. Endi bunaqa profilli klinika bo'ladi. Stomatologiya, terapiya, urologiya, xirurgiya, plastik xirurgiya, ginekologiya hamma doktorlar bo'ladi. MRT, KT, rentgen оборудование qo'yamiz. Mana shuning uchun bizga sponsorlar kerak, investorlar kerak. Agar bo'lsa, lichkaga yozasizlar, inshaalloh 15% dan to 20% gacha beriladi. Investorning puli faqat nimaga ishlatiladi? Оборудование olishga, MRT, KTlar qimmat, rentgen qimmat. Shunaqa narsalarga ishlatiladi va общий foydadan, toza foydadan 15% dan to 20% gacha beriladi. Lichkaga yozasizlar. Rahmat, sog' bo'linglar.